Emily Brontening ijodiy merosi uncha katta emas, ammo jahon adabiyotida chuqur iz qoldirgan. Dastlab u opa-singillari bilan birgalikda Alice Bell taxallusi ostida she'riy to'plam nashr ettirgan. Emilyning she'rlari o'zining erkinlikka bo'lgan intilishi, tabiat tasviri va chuqur falsafiy ma'nosi bilan ajralib turadi. U ingliz adabiyotining eng kuchli shoiralaridan biri sifatida e'tirof etiladi.